Quyosh tizimi yoxud Quyosh sistemasi 8 ta sayyoradan iborat. Sistema markazida Quyoshning o'zi joylashgan, uning atrofida quyidagi sayyoralar harakatlanadi. Bular Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran va Quyosh sistemasidagi eng olis sayyora Neptun. Shuningdek, Quyosh sistemasida ko'plab kichik sayyoralar mavjud. Ular ancha kichik bo'lganligi uchun ular kichik sayyoralar yoxud karliklar ham deb ataladi. Ularning eng yirigi Pluton sayyorasi hisoblanadi. Sayyora Quyoshga qancha yaqin joylashgan bo'lsa, uning orbitasi shunchalik kichik bo'lib, orbita bo'ylab aylanish tezligi esa yuqori bo'ladi. Sayyora Quyoshdan qancha uzoqda joylashgan bo'lsa, orbitasi ham shuncha katta bo'lib, orbita bo'ylab aylanish tezligi esa past bo'ladi. Misol uchun, Quyoshga eng yaqin joylashgan Merkuriy Quyosh atrofini 88 yer sutkasida to'la bir aylanib chiqsa, Quyosh sistemasidagi eng olis sayyora Neptun Quyosh atrofini 164 yer yilida to'la bir aylanib chiqadi.